Bilasizlarmi nima bo'ldi? Bizlarda Instagramda obunachilarimizning soni 5000 taga yetdi. Bu ko'pchiligimiz uchun oddiy son, oddiy raqamga kam ko'rinishi mumkin. Lekin bizlarning bu 5000 ta obunachi yig'ishimiz uchun necha kunlab mehnatlarimiz, qancha odamlarning mehnati bu yerda yotdi, qancha o'quvchilarimizning ko'z yoshlari, shularning orqasidan kelgan natijalar. Bu hamma sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz, ota-onamizdan, yaqinlarimizdan duolari orqasidan bo'lib turibdi. Bilasizlarmi, shu kungacha bizlar har bir bizlarda tayyorlanib, imtihondan o'tgan o'quvchilarimizning har birining videosini Instagram sahifamizga joylab bordik. To'g'ri, buning bir yog'i reklama deb bilishlaringiz mumkin, o'zini ko'rsatish deb bilishlaringiz mumkin, lekin bu provadan, ekzamindan o'ta olmay yurganlar uchun motivatsiya bo'lsin, o'zining hayajonini yengsin, shulardan ko'rib men ham olaman ekan, o'zim bilimim bilan hech qanday boshqa tashqi kuchlarsiz olishim mumkin ekan degan fikrni bildirish uchun shu videolarni joylashtirib bordik. Buning ichida o'tganlar da bor, yiqilganlar bor, yig'lashlar, qancha ko'z yoshlar buning orqasida, qancha odam uyindan chetga chiqib, bolalarni ustidan ilib kelib, bizlarda tayyorlanganlardan ko'rganmiz. Shunday fidoyiliklarning orqasidan kelgan natijalar hammasi. Bizlarda ekzaminga borgan vaqtda shunday qiziq voqealar bo'lgan. Bizlar ekzaminga 10 odam, 15 odam, 20 odam olib borsak ham, tibi ichida birdan oyoqdan tortadigan, ya'ni analar ekzamin soat 11-12 gacha topshirib bo'ladi, abitga bizlar uni kechqurun soat 4-5 gacha kutib o'tiradigan bo'ladi. Ya dokumentichalar, ya pechati yo'q bo'ladi, ya o'zi kech keladi. Ana shularni bizlar kechqurungacha ovqatlanmasini, abit ovqat yemasini kutib o'tiramiz. Bizlarda hech kimni hech qachon yarim yo'lda tashlab ketish degan narsa yo'q. Bizlar hammani ekzamindan o'tganincha yanında birga bo'lib, birga borib, birga kelamiz hammasi bilan. Yodlaringizdan chiqarmanglar, pravosizlik abadiy emas.